Hammaga assalomu alaykum. Polshadan gapiramiz. Xullas, oldin aytgandim. Polshaga yurganlar uchun, ya'ni Yevropada yurganlar uchun, asosiy ish qidirib yurgan, ishsiz yurgan, ish topolmayotganlar uchun bitta gruppa ochamiz. Ya'ni ish topganlar uchun ham, ish topolmayotganlar uchun ham, yoniga odam kelayotganlar bo'lsa, o'shalar oldiga odam kelayotgan uchun, odam topolmayotgan bo'lsa, o'shalar uchun ancha yordam bo'ladi. Xullas, nima qilamiz? Men oldin aytgandim, o'zimizda odamlar uchun bitta gruppa ochamiz va o'sha gruppani yo'lga qo'yamiz. Bu yerga menga ko'p o'shandan keyin ko'pchilik aloqa chiqishdi. O'zbek aka-ukalarimiz, opalarimiz aloqa chiqishdi. Tamom, gruppa oching, bizada ish bor, yordam qilamiz deb. Bitta asosiy bitta opamiz aloqa chiqdilar. Ayollarga men misol uchun ish topib bera olaman deb aloqa chiqdilar. O'sha kishi bilan bir gaplashgandim. Nasibda bir gruppa ochib keyin aloqalashamiz degandim. Endi hozir o'sha vaqt keldi. Bitta gruppa men ochib tayyorlab qo'ydim. Gruppasini silkasini kommentariyaga tashlab qo'yaman. Kommentariyaga kirib silka yoki gruppa deb yozsangiz agar o'sha srazi yozganingizdan silkasini tashlab beraman, kirib qo'shilib, misol uchun Yevropada bo'lsangiz agar bemalol aloqalashib ish bo'lsa agar bemalol o'sha joylarga ishga borsangiz bo'ladi. Bu gruppaga shunaqa qonun qoida qilamiz. Reklama qo'yish mumkin emas. To'g'risi, endi reklamani ham o'ylab ko'ramiz. Agar foydali reklama bo'lsa qo'yamiz. Agar unaqa mashinalar reklamasida qo'yilmaydi. Unaqa narsa вообще olib tashlanadi. Keyin adminlarga shu 4-5 ta 6 kishi admin qilamiz, ya'ni ishonchli odamlardan постоянно shu gruppani kuzatib borishga, endi navbat-navbat kuzatib borsa ham kuzatib borishga, shu xavflardan bartaraf qilish uchun, ya'ni kelgan reklamalardan, noto'g'ri ma'lumotlardan gruppaga iloji boricha g'iybatni qilmaymiz, faqat ish bo'yicha gruppa ochiladi bu. Ya'ni misol uchun Yevropada yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor. Bular hammasi misol uchun yonlariga ish bo'lsa agar, atroflarida ish bo'lsa agar, ishonchli, aniq, hammasi chotki bo'lsa agar, o'shalarni e'lon qilib borishadi. O'sha yerga kim misol uchun o'sha ishga ehtiyoji bo'lsa, men hozir juda ko'p ko'rganman, Varshavada juda ko'p odamlar yotibdi. Ya'ni bitta Varshavada emas, juda ko'p shu Polshaning boshqa viloyatlarida ham, boshqa joylarda ham juda ko'p odam ishsiz yotibdi hozir. O'sha uchun ishsizlarga ish topib berish uchun, yordam berish uchun mana shunaqa qilishga ahd qildik. Xullas, kelishgan holda ko'pchilik bilan bu yo'lda bizga yana o'zbek opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz yordam beradi. Mavzular ham qaytarib ketyapti. Xullas, bitta narsa, gruppa ochib tayyorlab qo'ydim. Kirasizlar, yozasizlar, u yerda ish beruvchilar, ya'ni yoniga ishchi olayotgan aka-ukalar, opa-singillar yozadi. Mana shunaqa ish bor deydi. Kimga ma'qul bo'lsa agar, u kishiga keyin yozib aloqa chiqib, lichkasiga yoki telefon nomeri bo'lsa, o'sha telefon nomeriga aloqa chiqib, suhbatlashib, gaplashib, dokument bilanmi, dokumentsizmi, bir xillar dokumentsiz ham ishga oladi, kimlardir dokument bilan ishga oladi. Shu uchun hamma joyda ham har xil, ya'ni keyin kirib olgandan keyin men dokumentim yo'q, nimaga ish olmayapti deb unaqa gaplar kerak emas. Yoki bo'lmasa o'shanaqa bo'lgan taqdirda ham oldindan gaplashib, misol uchun dokumentli bo'lgan joyga dokument bilan, dokumentsiz bo'lgan joyga dokumentsiz ham borib ishlasa bo'ladi. Shu uchun oldindan hammasini gaplashib, kelishib, keyin borsa bo'ladi. Eng asosiysi, bu gruppaga yolg'on ma'lumot bermaslik kerak, chunki men mana Germaniyaga, Gollandiyaga men yordam qildim. Ishlar chiqardim. Lekin ishlar chiqqandan keyin misol uchun gaplashildi, o'sha odamlar gaplashilgandan keyin polni o'rtadagi firma bilan gaplashib, undan keyin glavni ish beruvchiga o'tgandan keyin aniq kunlari borilgan, оформить qilingandan keyin borish ishni boshlaydi kuni kelganda o'sha odamni amakisi o'lib qoladimi, bilmayman, tavug'i boshqa hamsani xo'roz bilan yurib ketib qoladimi. Xullas, aldaydi-yu, bormaydi. Keyin bu yoqdagi odamlar ham uni kasriga ishsiz qolib ketadi. Misol uchun yangi bormoqchi bo'lgan aytadi, deydi, bu kim? O'zbek, o'zbek bo'lsa kerak emas. Bu bizlarni aldaydi deydi-yu. Shunday qilib, ana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun oldindan hammasini kelishtirib, agar biror kishini aldasa, yolg'on ma'lumot bersa, va'da qilib va'dasini bajarmasa, o'shalarni srazi gruppaning chornisiga qo'yamiz, qaytarib, o'sha pasportni ham birinchi bar olinib tashlagandan keyin gruppaga saqlanib qo'yamiz. Bu pasportlarga hech qachon keyin yordam berilmaydi. Shu uchun bir joyga harakat qilmoqchi bo'lsangiz, ish yo'nalishi bo'yicha aldamaslik kerak. Agar aldasangiz, o'zingiz bilasizlar, bu yoqi o'zingiz insoningizga bog'liq. Lekin bir marta aldagandan keyin polni danlar saqlanib qilinadi. U odamga keyin qaytib yordam berilmaydi. Shu uchun shunga ehtiyot bo'lamiz. Keyin ish beruvchilarga ham bu tegishli, ya'ni ish yoniga chaqirayotganlar uchun
Bu gruppa faqat bepul ishlarni e'lon qiladi. Hech qanaqa pul, komission ishlar e'lon qilinmaydi. Bu gruppa ochilgandan keyin men ham o'sha gruppaga mana bu boshqa davlatlardagi ishlarni bepul qo'yib boraman, bekomission. Oldin xuddi mana shunaqalarni bekomission primoy firmani o'zini hozir qo'l orib qoldi. Primoy firmani o'zini nomini aytgandim, ko'pchilik aloqa chiqib, men shu paytda ham aytgandim, meni omitimni aytmanglar. Bilmasin, o'rtaga pasirniklar bor. Pasirniklar bilan men aram yaxshi, ular boshqa davlatning fuqarolari, misol uchun aramiz buzilmasin deb aytgandim, lekin ko'pchilik baribir men aytib qo'ygan videolar ko'rsatgan, mana shundan ko'rdik deb menga 2-3 ta pasirnik aloqa chiqdi. Akmal dedi, unaqa emas, senga shuncha yordam qildik, ishga jo'natdik, bular biz bu ishlar orqasidan non yeymiz dedi. Bunaqa anonga olib tashla, unaqa qilma dedi. Keyin bo'ldi, tarqatmayman deb shundan keyin aytmagandim firmaning nomini. Bularni ham gruppaga kirganlaringizdan keyin o'sha firmani telefon nomerini beraman, o'shanga aloqa chiqasizlar. O'sha yerdan keyin o'zlaringiz pasirnik faqat o'sha firma bilan gaplashib, o'sha Yevropaning boshqa davlatlariga ham ishga chiqsalaringiz bo'ladi. Xullas, hozir nima qilish kerak? Kommentariyaga kirib savolingizni yozasiz, keyin gruppa deb yozsangiz, gruppa deb yozganingizdan keyin men sizga gruppaning silkasini tashlab beraman. O'sha tashlab berganimdan keyin kirib bemalol ulanib, o'sha yerdan nasib bo'lsa bugun erta indindan o'sha ishlar qo'yish boshlanadi. Ish topib, ishli bo'lib, pulli ishlab O'zbekistonga qaytish kerak xullas. Ana shunaqa. Yana kimga takliflar bo'lsa bemalol aloqa chiqingizlar. Bu takliflarga biz har doim ochiqmiz, bemalol gaplashamiz. Faqat menga lichkamga yozayotgan bo'lsangiz agar iltimos shoshiltirmangizlar. Nima bo'ldi deb jerkib, so'kib tashlash shart emas. Meni vaqtim bo'lmaydi. Ochiqchasiga aytaman. Endi bo'ladi. Birdan bir xil payt birdan javob beraman. Endi bu paytda tugab qolgan bo'ladi. SMSlar javob berishim kerak bo'ladi. Birdan javob berib boraman. Bir xil payt javob bera olmasam agar boshqa ishlarim bo'lishi mumkin. Bitta meni Yevropada misol uchun yurganim bilan, meni O'zbekistonda uyim bor. O'zbekistondagilar bilan gaplashaman. O'zbekistonda meni tanishlarim bor. Xullas, o'zlaringiz to'g'ri tushunasizlar, bu yog'i endi insongarchilik. To'g'ri tushungan holda savollaringiz bo'lsa yozsalaringiz ham javob berishga sal kechroq bo'lsa ham, lekin javob beraman. Xullas, ana shunaqa gaplar. Yana savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa bemalol aloqa chiqingizlar. Kutib qolaman. Hammaga rahmat. Videoga bitta like bosib, kommentariya bosib, podpiskani bosib, do'stlarga tarqatib qo'ysangiz juda zo'r bo'ladi. Salomat bo'lingizlar.